Bugun sizlar bilan Paxtazo'da joylashgan Tokyo sushi barini bir ko'raylik. Qarshida Tokyo sushi bar borligini bilarmidingiz? Bilmasangiz, men sizga ko'rsataman. Restoran shaharning gavjum joyida joylashgan bo'lib, birinchi bo'lib e'tiborimni uning osoyishta va chiroyli atmosferasi tortdi. Ichkariga kirganimda o'zimni xuddi Tokyodagi sushi barlardan birida yurgandek his qildim. Dizayn va tepada osilgan dekoratsiya baribir ham Tokyo havosini mujassam etib turibdi. Joyning o'zi juda toza va ozoda. Stol-stullari silliq tozalangan, idish-tovoqlar esa yaltirab turibdi. Atrof muhitdan bahramand bo'ldik. Endi men sushi ta'mini ko'rishni boshlasam. O'zi bu tayoqchani ishlatishni biladiganlar bormi? Kommentariyada yozib ketinglar. Mojitoning idishchalari juda noodatiy ekan. Menyudan zapechonniy losos va klassik Filadelfiya sushilarini tanladim. Filadelfiya sushisi albatta klassikdan. Krem sir va lososning uyg'unligi nihoyatda nozik va mazali. Zapechonniy losos bu biroz pishirilgan losos go'shti va uning ustidagi mayin pishloq yengil qarsillok ta'mi juda yoqdi. Bu tayoqchalarni ishlatish ham juda qiyin ekan. O'zimizda sanqichdan qo'ymasin. Yumshoqqina guruch va yangi baliqdan iborat sushi baribir ham soya bilan boshqacha ketadi. Bu videoni sushi olib bermoqchi bo'lgan tanishingizga yuborib qo'ying yoki kommentariyada o'zlarini belgilab keting. Hisobga kelsak, 2 por sushi 157 ming, mojito 20 ming so'm. Like va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Lokatsiya Telegram kanalida.